Samarqandda 2026-yilda beton quyish narxlari qanchadan bo'lyapti aka endi? Samarqandda 2026-yilda beton narxlari hozir kechagi kunda 230 mingdan bo'lyapti. Buni ichiga nimalar kiradi? Buni ichiga bizdan Lego apolopkalarimiz va mikserimiz va universal ustalarimiz kiradi. Bularga chertyojni berasiz, ustalarimizga g'izillatib, cho'tka qilib beradi. Uyda egasi bemalol xohlagan ustasi bilan o'lchab talab qilib olaveradi. Endi aka bitta uyni proyektini necha kunda tugatib berasiz? Bitta uyni proyektini endi ko'piga qaraymiz, 10 kunda qo'yadigan qo'lda betonni 4 kunda qo'yib beramiz. Shunday 1 kun yarim kunda qo'yamiz, keyin birdan betonni qo'yib beramiz. Agar ulgurmasa, bizdan bu apparatdan 3 ta bor, 3 ta 4 ta apparatimiz bor, bir 7 ta 8 ta gruppamiz bor. Keladi, qo'shilib yordam qiladi, srochniy ishlarni ham qilib taylab ketaveradi. Qanday bo'ladi sementi? Sementini 1 kubiga 200 kg sement solamiz. Sementlarni ham yaxshi sementdan ishlatamiz. Uyda egasiga shunaqangi sement ishlatyapmiz deb tavsiya qilamiz, olib beramiz. Keyin yana bitta xizmatimiz bor. Biz hozir kechagi kunda tosh xizmatini ham yo'lga qo'yganmiz. Toshini ham o'zimiz qolganlardan 100 ming, 200 ming arzon narxda olib beramiz. Aka endi necha metr balandlikgacha beton quyib bera olasizlar? Biz 3 metr balandlikgacha beton quyib bera olamiz. Hozir bu yerdagi betonimizning balandligi 2 metr. Eniga 50-40 bo'ladi asosan. Asosan uyda korpuslarni hozir kechagi kunduzda odamlar talabiga binoan 50 desa 50, ichkarida perxotkalarni 40 bilan bo'lib beryapmiz. Ko'p odam hozir padushka bilan uy qilyapti. Padushka asosan 60, 80, 70 necha 120 gacha padushka qo'yamiz. Endi baland uylarga 2 etaj, 3 etaj maktab, bog'cha. Xullas endi beton quymoqchi bo'lsangiz, Qosim aka betonchiga murojaat qilishingiz mumkin. Past telefon nomerlarini qoldiryapman. Shunaqangi qiziqarli videolarni ko'rish uchun esa bizga obuna bo'lib qo'ying.